notiq deydi. Tavrotda yozilgan. Farishta o'qi deydi. Odam men o'qishni bilmayman deb javob beradi. Bu payg'ambar Muhammad haqidagi bashorat edi. Keling, Ishoyo 29:10-15 ni o'qib ko'ramiz. Zero Rabbiy sizlarning ustingizga uyqu ruhini qo'ydi va sizlarning ko'zlaringizni yumib qo'ydi. Ey payg'ambarlar, har qanday payg'ambarchilik sizlar uchun muhrlangan kitobdagi so'zlar kabidir. Uni o'qishni biladiganiga uzatib, buni o'qing deb aytadilar. Biroq u o'qiy olmayman chunki u muhrlangan deb javob beradi. Bu kitobni o'qishni bilmaydiganiga uzatib, buni o'qing deb aytadilar. Biroq u men o'qishni bilmayman deb javob beradi. Rabbiy dedi, bu xalq menga og'zi bilan yaqinlashib, tili bilan hurmat qilgani, lekin uning yuragi mendan uzoq bo'lgani uchun va ularning mening oldimdagi ehtiromi insoniy amirlarni o'rganish bo'lgani uchun mana men bu xalq bilan mo'jizaviy ish tutaman. Uning donishmandlarining donoligi halok bo'ladi, uning aqllilarining aqli yo'q bo'ladi. Bu bob Xudoning hukmi haqida, qalbi bilan Xudodan uzoq bo'lganlarga uyqu ruhini yuborgani haqida so'zlaydi. Hali ham bu Muhammad payg'ambar haqida deb o'ylaysizmi? O'zingizni sinang. Sizning qalbingiz Xudoga qay darajada yaqin? Fikrlaringizni izohda yozing, like bosing, obuna bo'ling.